Endi siz mana kameraga ayting. Sizlarda nima bor? Xudoga shukr bizlar musulmon, alhamdulillah musulmon. Bu yoqda hoji bolalar bu. Allohga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin-ki, bizlar musulmonchilikda zo'r akajon, Xudoga shukr. Bizlarda avliyomiz bor, Xudoga shukr. Eshon mullalarimiz bor, hojilarimiz bor, nikoh, ijob, hamma narsamiz bor, Xudoga shukr. Men akajon o'zim Keling, mana sizga bitta savol. Keling qilib tushirib kelganingizdan men Xudoga keyin. shukr, mana shu o'g'ilcham men uylantirdim, mana shulardan so'ra keling qilib tushirib Janob Rasulda olib kelgan ukajonman. Yashang, qaddi zo'r. To'g'risida Qaddi Xudoga zo'r. shukr. Qarang. Keling qilib tushirib kelganingizdan keyin nikohni qachon o'qitasiz? Shu kuni o'qitaman men. Xudoga shukr, hamma shunday. Allohga Ha, shukr. o'sha kunda bo'lmadi-ku. Ha, endi buni qarang endi. Bular jillixonada Ha, dada. nikoh bo'ladi. Ha? Haqqa tegizadi. Ha, tursinnikidan mana hozir keyin telefon qilaman, dada. Siz bunday qilmaslik kerak edingizda, ukajon, u gaplarni internetga tayyorlab, bu sho'rko'lni ustidan bo'lgan odamlar izdivosiya qilyapti-da, Xudoga shukr. Hatto oqsoqolimiz bor bu yoqqa bizlarda. Opa bu singil bu to'g'rimi? Sen opang kimga gapiryapti? Sen opang kimga gapiryapti? Primer siz Sen opang kimga gapiryapti? Savolga javob berdi. Opang kimga gapiryapti? Opang bor, senga ham bo'lsa gapiryapti. opangiz Yo'q, men sen opangga gapiryapman. Yo'q, Xudoga shukr bor, hayotga bor. Qaysi? mana shu. Nima qildi? Qarang nima?